Hayotimizni yaxshilashimiz uchun o'zimiz o'zgarishimiz kerakligini ko'pchiligimiz bilamiz, lekin qanday o'zgarishni bilmaymiz. Nimadan boshlash kerak? Tuyg'ularimizni boshqara olmaymiz-ku degan savollar turadi. Kechagi podkastda aslida biz yo'q narsalarga shunchaki siqilishimizni o'rgandim. Ba'zan o'tmishni deb, ba'zan hali sodir bo'lmagan narsalarni deb xavotir, qo'rquv, nafrat kabi tuyg'ularni his qilamiz. Natijada tanamiz doimiy emergency mode'da ishlaydi va ko'p kuch sarflaydi. O'z-o'zidan o'zimiz istagan narsalarga kuchimiz qolmaydi. Miyamiz voqealar tasavvurimizdanmi yoki realdanmi farqiga bormaydi. Ba'zan nimanidir eslab yig'lasak ham hozir bo'lyapti deb qabul qiladi. O'zgarishni kichkina harakatlardan boshlang. Har kuni ertalab 1 soat foydali narsa o'rganing. Fokusingizni siz uchun ishlaydigan narsalarga qarating. Birdaniga butunlay o'zgara olmaysiz, lekin oz-ozdan odatlaringizni yaxshilashingiz mumkin. Odatlar kayfiyatni, kayfiyat esa shaxsiyatni hal qiladi. Agar ingliz tili o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning onlayn kurslarimizda qabul ochildi. Profil shapkasidagi havola orqali bugun va ertaga chegirmada yozib olishingiz mumkin. Agar ingliz tiliga qiziqmasangiz, istalgan boshqa til yoki hunarni o'rganishingiz shart. Muhimi kuchingizni baxtingiz uchun sarflang. Grow 13-kunida English visolani kuzatganingiz uchun rahmat.